هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am tefsiri 114. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-En'am suresinin 114. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bi'a'udzubillahiminashshaytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular aytqin ki Allah sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm chiqarg'uvchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, ya'ni yahudiylar va nasoralarning o'limalari uning, ya'ni Qur'onning Rabbining tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hergizmi shak qilg'uvchilardan bo'lmagan. Rabbingning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Allah bendelerining so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. Allah Taala Payg'ambari Muhammad alayhissalomga sen Allah Taalaga shirik keltirgan va Allah Taalani qo'yib boshqasiga ibodat qilgan mushriklarga Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularga aytganki, Allah sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qilg'uvchini talab qilamdim degan deb buyruq qildi. Biz kitob ato qilganlar, ya'ni yahudiylar va nasoralarning o'limalari uning, ya'ni Qur'onning Rabbing tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Ya'ni ular sen to'g'riliq ilgirki payg'ambarlardan qolgan o'zlarining qishidagi bishoratlar orqali sening haq payg'ambarligingni va Qur'onning haq kitob ekanligini biladi. Sen hergizmi shak qilg'uvchilardan bo'lmagan. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Mubadi sana biz nozil qilgan kitobdan shaklanadigan bo'lsang, senden ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan Injil nozil qilingan yahudiylar va nasoralardan so'rab baqqan. Shubhisizki sana Rabbing tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hergiz shak qilg'uvchilardan bo'lmagan. Bu bir shart bo'lib, bu shart natijaning vujudga chiqishini talab qilmaydi. Rabbingning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada Rabbing degan so'zida rostchil, chiqargan hukmida adildir dedi. Rabbing degan so'zida rostchil, chiqargan hukmida adildir dedi. Ya'ni Allah Taala bergan xabarlarda rostchildir. Talablarida adildir. Allah Taala bergan hamma xabar shaksiz haqdir va buyruqlari adildir. Uning adilligidanmi ustun adillik yo'qdir. Allah Taala to'sqan ishlarning hammasi yomon ishlardir. Chunki u yomon ishlarni to'sidi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Ular elchiga, ummiy payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi.
ularni yaxshi ish qilishga buyuradi, yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pak narsalarni halol qiladi, napak narsalarni harom qiladi. Ularning ig'ir yukini yengiltadi, ularni selingan taqoq, ko'yza kishanlardan bo'shatadi. Ya'ni ular yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashuvchilar baxtga erishguchilardir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. Ya'ni Allah Taala ularning so'zlarini anglab turg'uchi, ularning ish harakat bilan shug'ullanganligini va jim turgan vaqtlarini bilib turib, har bir insonning qilgan amaliga qarata jazo yoki mukofot berguchidir. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, ya'ni kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Ular faqat gumonga ergishadi. Ular faqat yolg'onni so'zlaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening Rabbing o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Ko'p sondagi kishilarning ozg'inlikda ekanligi to'g'risida Allah Taala bu yerda yer yuzidagi insonlarning ko'p qismining ozg'inlikda ekanligidan xabar berdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: ulardan ilgari burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarning to'lisi haqiqatan ozdi. Sen gerçi kishilarning iymon etishiga heris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Ya'ni ular o'zlarining mushu ozg'inliklaridimi birer dalil pokitga ega emas. Ular faqat yolg'on gumon va xato mo'ljallar ustidadir. Ular faqat gumonga ergishadi. Ular faqat yolg'onni so'zlaydi. Ya'ni mushularning hammasi Allah Taalaning irodasi va xohish bilan bo'lgandir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening Rabbing o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. Shunga Allah Taala uni shu ozg'inlik yo'liga giribtor qiladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Shunga Allah Taala uni shu to'g'ri yo'lga boshlaydi. Har qanday kishi qaysi yo'lda menishga tutilgan bo'lsa, shu yo'lda menishga giribtor qilindi. Allah'ның ayetleriga iymon keltirguchi bo'lsanglar, Allah'ның ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. Zururiyat bo'lmagicha yeyish harom qilingan narsalarni Allah sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allah'ның ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nimishqa yemaysizlar? Nurg'un kishilar nafs xohishiga ergishib bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdirdi. Şüphesizki senin Rabbin şer'i delilsiz halal haram deb haddidan aşıqçılarını obdan bildi. Allah Taala'nın namı tilg'i ilinib bo'g'izlangan mallarning halal qilinganlik to'g'risida. Allah Taala bu yerda mu'min bandalarga Allah Taala'nın ismini tilg'i ilib bo'g'izlagan mallarning go'shtlarini yeyishni ruxsat qilib berganligini bayon qildi. Mubada bir kishi xuddi Qurayshning kafirlari o'zi o'lib qolgan mallarning go'shtlarini butlarga va boshqa narsalarga atab bo'g'izlangan mallarning go'shtini yeyish durust deb qaragandek qarab, malni Allah Taala'nın ismini tilga olmay bo'g'izlagan bo'lsa, bu malning go'shtini yeyish durust bo'lmaydi. Ondan Allah Taala özünün namı tilg'i ilinib bo'g'izlangan malning go'shtini yeyishga rag'batlantirib mundaq deydi: zururiyat bo'lmagicha yeyish harom qilingan narsalarni
Allah sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allah'ның ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nemishqa yemaysizlar? Agar yeyishga zaruriyat bo'lib qolganda, tepilganligi har qanday go'shtni yeyish durust bo'ladi. Ondan Allah Teala müşriklarning, o'lik hayvonlarning va Allah Teala'nın namıdan başqının namı tilg'i elinib bo'g'izlangan hayvonlarning go'shini halol sanishidagi xato ko'z qarashlarini bayon qilib mundaq dedi. Nurg'un kishilar nafs xohishiga ergishib, bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdirdi. Shubhisizki, sening Rabbing shar'iy dalilsiz halol harom deb haddidan oshqichilarni obdan biladi. Yani Allah Teala ularning haddidan eshib ketishlerini, yolg'onchiliklarni va bo'htonlarini obdan biladi. Aşkara ve yoshurun günahlarını terk etinglar. Mujahid bu ayetning ma'nosi sizlar günahlarni yoshurun ve aşkar aldı tashlanglar deganlikdir dedi. Aşkara ve yoshurun günahlarını terk etinglar. Şübhisizki günah qilguvchilar öz qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortildi. Qatada günah meyli aşkari yoki yoshurun bo'lsin, meyli az yoki ko'p bo'lsin, sizlar uni tashlanglar deganlikdir dedi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Rabbim aşkarı ve yoshurun yaman ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nahaq chiqilishni, Allah'ның shirki bo'lishqa, Allah har qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga shirik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Allah nomidan qalaymaqan so'zlashni harom qildi. Shubhisizki gunoh qilguvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortildi. Yani o günah aşkari yoki yoshurun bo'lsin, Allah Teala günah qilguvchilarga qilgan gunohlarga qarta jazo berdi. İbn Abu Hatem Nevvas ibn Sam'an radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Payg'ambar alayhisalomdan gunoh to'g'riliq so'radim. Payg'ambar alayhisalom, gunoh bo'lsa sening dilingda şübhi paydo qilgan va kishilarning uni bilib qilishini xohlamagan narsadir dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Ey mu'minlar, Allah'ның ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zabhi qilinmagan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisizki şeytanlar öz dostlarini, yani müşriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvas qildi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. Allah Teala'nın namı tilg'i ilinmay bo'g'izlangan mallarning go'shining harom qilinganligi to'g'risida. Olimlar o'zlarining malni bo'g'izlag'uchi garchi musulmon bo'lmasa-mu, Allah Teala'nın namını tilg'i almay bo'g'izlagan malning go'shini yeyish halol bo'lmaydi degan bu ko'z qarashiga Allah Teala'nın ularning sizlar uchun o'g'lagan narsalardan yanglar, ovchi jonivorlarni shikarga qo'yib bergan chig'inglarda Allohning nomini yod qilinglar, ya'ni bismillah denglar degan oyatini dalil qilib keltirdi. Shunga Allah Teala: ey mu'minlar, Allah'ның ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zahi qilinmagan hayvonlarni yemanglar degan oyatidan keyin uni yeyishga bo'lmaydiganligini texmi kuchlantirib, uni yeyish albatta gunohdir dedi. Olimlar mal bo'g'izlaganda yoki o'g'laganda Allah Teala'nın namını tilg'i elib bo'g'izlash yoki o'g'lashga buyurib kelgan tuvandagi hadislarni o'zlarining ko'z qarashlariga dalil qildi. İmam Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhisalomdan
Adi ibn Hatem ve Ebu Sa'labadan Peygamber aleyhisselamның u ikkisiga mundaq deganligi rivoyat qilindi. U ikkisiga mundaq deganligini rivoyat qildi. Sen oğu ügütilgen iştini koyup bergende Allah Teala'nın namını tilga algan bolsan o iştinin tutup bergen oğunun goşini yesen boludu. İmam Bukhari ve Müslim Rafi İbni Hudayca'dan Peygamber aleyhisselamның onun mundaq deganligini rivoyat qildi. Kan akqızıp Allah Teala'nın namını tilga elip öldürgen hayvanın göçlerini yanla. İmam Müslim İbn Mes'ud'ның mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam cinlağa Allah'ның namını tilga elip boğuzlangan hayvanlarning so'ngaklarimi sizlarning ozuqluqinglardandir degan. Cinlağa Allah'ның namını tilga elip boğuzlangan hayvanlarning so'ngaklarimi sizlarning ozuqluqinglardir degan. Jundub ibn Sufyan Racali Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki heyit namazını o'qishdan burun qurbonlik uchun atagan malni bo'g'izlagan bo'lsa, uning o'rniga yana birini bo'g'izlasin. Kimiki hatta heyit namazını o'qib bo'lguncha bo'g'izlamagan bo'lsa, malni bo'g'izlaganda Allohning nomini tilga elib bismillah deb bo'g'izlasin. Bu hadisni İmam Bukhari ve Müslim rivoyat qilgan. Şeytanның vahiysi vesvesesi to'g'risida. Şeytanның vahiysi vesvesesi to'g'risida. Şübhisizki şeytanlar öz dostlarını yani müşriklarni sizlar bilan datalash qilishga vesves qiladi. İbn Abu Hatem Abu İshaqның mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir odam kelib İbn Umarga Muxtar o'ziga vahiy qilinganligini gumon qiladigan dedi. İbn Umar u rost aytibdi deb yuqorqi oyatni o'qidi. Abu Zamil'dan mundaq rivoyat qilindi. Men Kabe'de İbn Abbas'ның yenida o'ltiratdim. Muxtar İbn Abu Ubayda kelib tavob qildi. Muxtar İbn Ubayda kelib tavob qildi. İbn Abbas'ның qishig'a bir kishi kelib, "Ey İbn Abbas, Muxtar İbn Ubayda kecha o'ziga vahiy qilinganligidan gumon qiladigan" dedi. İbn Abbas, "Muxtar rost aytibdi" dedi. Shuning bilan men cho'chib ketib, İbn Abbasmi Muxtar rost aytibdi deb deydi dedim. İbn Abbas, vahiy ikki turlik bo'ladi. Uning biri Allah Teala'nın vahiysi bo'lib, u Muhammed aleyhisselamga tushirilgan vahiydir. Yani biri şeytanның vahiysi bo'lib, u özlerinin dostlarına qilgan vesvesesidir deb tövendeki ayetini okudu. Şübhisiz ki şeytanlar öz dostlarını yani müşriklarını sizler bilen datalash qilishga vesves qiladi. Biz yuqorida Allah Teala'nın shuningdek yani bu müşriklar sana düşman qilgan, bu müşriklarni sana düşman qilgandek insonlar ve cinlarning şeytanlarını her bir peygamberge düşman qildik. Ular aldash uchun şirin sözler bilen bir-biriga vesves qiladi degan oyatida Ekrimaning mushiningdek deganligini bayon qilib o'tdik. Ey müminler, Allah'ның ismi aytilmay bo'g'izlangan, yani bismillah deb zabhi qilinmagan hayvanlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisiz ki şeytanlar öz dostlarını yani müşriklarni sizlar bilan datalash qilishga vesves qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida İbn Abbas'ның mundaq deganligi rivoyat qilindi. Şeytanlar özünün dostlarına sizlar o'zinglar o'ldirgan mallarning go'shidan yeb Allah Teala
o'ltirgan mollarning go'shini, ya'ni o'liklarni yemamsizlar deb vasvas qildi. Şeytanlar özlərinin dostlarına, sizlər özənglər öldürgən mallarının göşidin yeb, Allah Teala öldürgən mallarının göşini, yəni ölüklərini yemamsizlər deb vəsvəs qıldı. Bəzi rivayətlərdə İbn Abbasның mundaq deganligi bayon qılındı. Sizlər öldürgən hayvan Allah'ın namı tılğı elinğan olub hesablandı. Özü ölüb qalğını bolsa, Allah'ın namı tılğı elinməğini boludu. Suddi bu yerdə mundaq deydi. Müşrikler musulmonlarga sizlar qandaqmı özənglarni Allah Teala'nın razılığını izləymiz deb o'ylaysizlar. Allah öldürüb berganini yemeysizlar, özənglar öldürganini yeysizlar dedi. Şunun üçün Allah Teala tövəndiki ayetini nazil qıldı. Eğer ularga itaat qılsanlar, yani ularning gepiga kirib ölükni yesanglar, sizlar çoqum müşrik bo'lib qolsizlar. Bu vaqtda Mujahid, Zahhak ve köplegen salaf alimlerimi şundaq dedi. Bir adamning sözünü Allah Teala'nın hükmünün üstüge koyuşunun şirk keltirgenlik hesaplandıqanlıq doğrusida. Eğer ulağı itaat qılsanlar, sizlar çoqum müşrik bo'lib qolsizlar. Yani sizlar Allah Teala'nın buyruğundan ve onun körsetmesinden başka birisinin körsetmesiga çıkıp ketip, Allah Teala'nın buyruğundan üstün koyuşunla şirk keltiriştir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular özlerinin Hebrilerini, rahiblerini Yahudiler bilen Nasaralarının dini başlıklarını, ölümalarını ve Meryem oğlu Mesih'ni ma'bud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilahga ibodat qilishga buyurilgan edi. Uningdan boshqa, ya'ni olamlarning Rabbi Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah ularning shirk keltirganlardan pokdir. İmam Tirmizi bu ayetga ma'ni bergan vaqtida Adi ibn Hatamning ey Allah'ın peygamberi ular özlerinin hebirleri ve rahiblere ibadet kılmadı deganligini ve Peygamber aleyhisselamның undaq emas, ularning hebirleri ve rahibleri ularga haramni halal, halalni haram qilib berdi. Şunun için ular hebirleri ve rahiblere ergeçti. Mana bu ularning hebri ve rahiblere ibadet qilganligidir deganligini rivoyat qiladi. Aslida ölük, yani kafir bulup, biz onu, yani onun kalbini iman bilen terildirgen, biz onunla kişiler arasında hidayet tepişkin nur bergen bir adam zulmette, yani küfrünün karanlıqda kalgan ve onundan qutul almagan bir adam bilen oxşaşmı? Kafirlarga ularning qilmishlari ana shundaq chiroyli ko'rsatildi. Kafirlar bilan mu'minlarning misoli to'g'risida. Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan terildirgan. Biz onunla kişiler arasında hidayet tepişkin nur bergen bir adam zulmette, yani küfrünün karanlıqda kalgan ve onundan qutulalmagan bir adam bilen oxşaşmı? Bu aslida gumrohlikqa halak bo'lgan, qaymoqib yurgan, ondan Allah Teala onu imanı bilen terildirib, onu iman etishga boshlagan ve payg'ambarga ergishishga muvaffaq qilgan kişiler arasında mangadigan yo'lni tepish uchun Avfi ibn Abbas'tan rivayet kılışça Kur'an'dan ibaret nur, Suddi'nin göz karışça İslam'dan ibaret nurni bergen bir mümin kişi nadanlıklarda, havai heveslerde ve xil gumrahlıklarda gelip onundan çıkış ve kurtuluş yol tapalmagan bir kişi bilen oxşaş bulup kalmaslıkıga keltirgen misaldır. İmam Ahmed Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qildi.
Şübhisizki Allah Teala barliq mahlukatlarını zulmet içige yaratib, ondan özünün nurunu mahlukatlarının içige çaştı. Kimiki şu nur yetse, kimki şu nur yetse, o kişi doğru yolunu taptı. Kimge şu nur yetmegen bolsa, o zulmet içinde kaldı. Allah Teala bendelerini qarang'uliqdan yorug'liqqa ilib chiqadiganligi haqida mundaq deydi. Allah mu'minlarning egisidir. Ularni kufrining zulmatidan iymonning yorug'liqqa chiqaradi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni iymonning yorug'liqidan gumrohlikning qarang'uliqiga chiqaradi. Ayni shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Zada qaysi odam yo'l topa oladi? Beşini sangıltıp mangan adam mı? Ya ki kaddini roz tutup tüz yolda mangan adam mı? Kafirler ve müminlerden ibaret iki firqa var. Bir firqa emağa ve gasqa oxşaydı. Yani bir firqa bolsa közü kördigan, quluqı anlaydigan adamga oxşaydı. Ularning ahvoli bir-biriga oxşamdı. İbret almamsizlar. Kör adam bilen közü saq adam, yani kafir bilen mümin beraber bulamdı, beraber bulmaydı. Zulmet bilen nur, yani batıl bilen hak beraber bulmaydı. Sahi bilen ıssık, yani cennet bilen devzak beraber bulmaydı. Terikler bilen ölükler, yani müminler bilen kafirler beraber bulmaydı. Şüphesiz ki Allah hak davetini halagan kişilerge anıltıdı. Sen kabirdikilerge, yani kafirlarga anıltalmaysan. Sen fakat bir agahlandırgıçsan. Bu vakti kelgen ayetler yani nahayet köptür. Allah Teala bu surenin 5'ida zulmetlerini ve nurunu payda kılgan Allah xasdır degan ayette qarang'uliq bilan yo'ruqliq ustida to'xtalib o'tgachga, bu yerde qarang'uliq bilan yo'ruqliqqa aloqador misollarni keltirish bilan cheklandi. Kafirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni Alloh taolaning o'rinlashtirishi ve hikmeti bilen kafirlarning gumrohlikda qolganligi, ularning nodonligidan ularga chiroyli ko'rsatildi. Allah Teala'dan başka hiçbir ilah yok. Hem onun hiçbir şirki yoktur. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure El-An'am tefsirinin 122. ayetiqcha anladınlar. Ahirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.